Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Katyol qayerdadir arzon, qayerdadir qimmat. Nimasi bilan farq qiladi katyol? Katyol materiali bilan farq qiladi. Ikkalovi ham rossiyskiy metal. Bu TMZdan отход chiqayotgan list ichida stali ko'p. Bu esa Rossiyadan toza keltirilayotgan garachi list bo'ladi. Buni tonnasi 1,5 ming dollar bo'lsa, buni tonnasi 9 million so'm. Endi farqi bir 7 million, 7,5 million farq qilyapti. Buni qatdan ajratsanglar bo'ladi? Mana ko'ryapsizlar. Qoramtir bo'ladigan bo'lsa, mana qora bo'ladigan bo'lsa, bu toza garachi list bo'ladi. Bu yoqda oq sifat yotibdi. Bu oq listlarimiz o'sha отход listli hisoblanadi. Hozir men sizlarga bu katyol qilinmagan variantini ham ko'rsataman. Mana bu 1,25 ga 2,5 garachi list bo'ladi. Toza garachi bular. Mana shularning tonnasi 1450, 1,5 ming dollar atrofida. Mana bu listlarimiz отход list hisoblanadi. TMZdan chiqayotgan razmerlari xil bo'ladi. Mana shulardan chertoj olib katyolda ishlab chiqaraveramiz. Faqat bunda bitta nosi bor. Stali ko'proq, treshini berish ehtimoli ko'proq. Endi katyolga keladigan bo'lsa, katyolda misol garachi listdan qilingani 5 yil garantiya bo'lsa, bularga misol 2 yil, 3 yil garantiya.